Mana siltamay ham keldi. Qani bolalar? Ya o'zi ham tobida bo'pti. Bismillah. Ya alma bo'ldi. Nimagadir ovqat oshqozonimga botdi. Namuncha nimjonsan go'shtni eng qimmatidan olganmiz. Baquvvat ol. Mana qo'chqor go'shtiga qozonga olib keldi. Yog'ini qara, yog'ini. Xil bo'libdi-yu. Qani bitta ko'raylikchi. Bismillah. Aha, yana nima bo'ldi? Hayronman, bu ham oshqozonga botdi. Ertaga toqqa ham joy aytib qo'yganman. Har birimizga $100 dan tushgan, bilasizlar? Bo'ldi, beraman. Voy, osh ko'tarma bosh. Endi bu oshdan yemasam bo'lmaydi lekin. Qani, olinglar, bismillah. Voh. Dadajon. Hali ham uxlamadlaringmi? Qanaqa xotinsan? Bolalarni vaqtida uxlatsang, o'lasanmi? Uyda yeyishga hech nima qolmabdi. Produkti ham tugagan. Telefon qilib bezovta qilaverma deganingizga qilmadim. Bolalar och qoringa uxla olmadi. Nima? Oshqozon qabul qilmagan narsani vijdon qanday qabul qildi ekan? Voy, osh! Bolalar sekinroq yenglar, men ham hech narsa yeganim yo'q. Ha, haqiqiy erkak choyxonada to'yib keladidir deysiz. Bu safar uyga olib kelibsiz. Xotin oilasini, farzandlarini och qoldirib, har kuni choyxonada yog'li osh yeb yurgan erkak haqiqiy erkak emas. Birinchi o'rinda oilasini, farzandlarini qornini to'qlagan inson haqiqiy erkak ekan. Fikrimga qo'shilganlar bitta like bosib qo'yamiz. Oila bir muqaddas dargoh, u biz uchun mustahkam ustun.